Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz akfa zolotoy. Hop, ikkita eshik, ikkita rom. Eshigimiz ligirovkalar juda chiroyli bo'lgan. Yo'duv oynak, tagi alkifon bo'yiga tushgan yo'llari ham. Chaklari ham juda zo'r kelgan, rezinkalar ham umuman kalta bo'lib qolmagan. Romlarimizga 30 lik podagonli bo'lgan. Pena blokka, kirishkalari ham. Hop, eshigimiz ichki mexanizm holatlari, yopilishlari ham juda zo'r. Bu yerda gulli o'ynay bo'lgan, yo'duviga. Bu yerda ham podagonli ochilib yopishlariga ichki spangiletlar. Ha, bu eshigimiz. Bu ham alkifonda bo'lgan. Bu ham yo'duvi. Bu akamizdan YouTube'dan ko'rib zakaz qildi. Xudo olsa chiroyli qurilishlarni o'rnatib berdik. O'lchash, uстановка bepul. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar.